Bugun sizlar bilan bir piyola issiq choy ustida endigina tandirdan o'zilgan S23 Ultra'ni ko'rib chiqamiz. Video boshidan S23 Ultra'ni bizga taqdim etgan Fursat Electronics'ga o'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Fursat Electronics'da barcha gadjetlarni halol narsa savdoga xarid qilishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, biz kanalimizning statistikasini ko'rib chiqdik va shuni bildikki, ko'pchilik obunachilarimiz videolarimizga podpisatsiya tashlamasdan tomosha qilishar ekan. Sizlardan bitta iltimos, kanalimizga podpisatsiya qilinglar, like bosinglar, kommentariy yozinglar hamda bemalol ushbu videomizni ko'rishni davom ettirsanglar bo'ladi. Komplektning ichidan telefonimizni o'zi hamda quvvatlash uchun USB Type-C chiqadi. Endi men hozir sizlarga S23 Ultra'ni birinchi korobkadan ochganimdagi hissiyotlarimni aytib beraman. Ushbu telefonni tashqi ko'rinishida juda ham zo'r o'zgarish bo'lgan. S22 da ramkalari bo'lardi, bunda ramkalar yo'q. Endi telefon yanada ham chiroylilashgan, kameralar bo'rtib chiqqan, burchaklari yana ham burchaklashgan va ranglari ham zo'r. Xo'p, biz o'zi green rangini olgandik, lekin haqiqiy hayotda ko'rganda bu green emas, qanaqadir seriyroq rang bo'lib ko'rinyapti. Hozir kamerada bu green bo'lib ko'rinishi mumkin. Endi buni iPhone bilan solishtirib ko'radigan bo'lsak, kattaligini va dizaynini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. iPhone 14 Pro ni oldida S23 Ultra ancha katta, lekin og'irligi keladigan bo'lsak, ikkalasining orasida 7 gram farq bor. Bu 240 gram, bu 233 gram. To'g'ri, iPhone 14 Pro Max da sal og'irroq bo'ladi va kattaroq bo'ladi. Lekin ekran sifatida qaraydigan bo'lsak, S23 Ultra ning ekrani ancha katta. Qisqa qilib aytganda, S23 Ultra ning tashqi ko'rinishi menga juda ham yoqdi. Endi ichki qismlarga kiradigan bo'lsak, men YouTube'dagi juda ham ko'p videolarni tomosha qildim, shu jumladan chetdagi videolarni, o'zimizdagi videolarni. Unda telefonni o'ta chuqurlashgan konfiguratsiyasini tushuntirib berishdi. Bu oddiy foydalanuvchi uchun juda qiyin. Siz S23 Ultra olgan taqdiringizda uni ishlatadigan va eng ko'p ishlatsa bo'ladigan funksiyalar haqida sizlarga gapirib beraman. Biz taqdimotda tahlil qilganimizda ushbu telefonni 4 xil rangi chiqqan. Endi hozir internetdagi ma'lumotlarni qidiradigan bo'lsak, unga yana turli xil ranglar qo'shilgan, ekranlarda chiqib turibdi, ko'rishingiz mumkin. Hozirgina men bitta narsani sezib qoldim. S23 orqa qismida qo'l izlari sal-sal qolar ekan. To'g'ridan-to'g'ri qaraganda bu narsa sezilmaydi, lekin yonlab qaraganingizda bu ozgina seziladi. Lekin bitta narsani e'tirof qilish kerakki, ushbu telefonda himoya juda ham yuqori, ya'ni orqa qismidagi shisha ham juda ham yuqori himoyalangan, oldi tomondagi shisha ham. Oldi tarafdagi shisha Gorilla Glass Victus 2 bilan himoyalangan. Aytishligi bo'yicha bu eng yaxshi shisha. Buni crash test qilib ko'rishdi, 1 metr balandlikdan tashab ko'rishdi va u sinib ketmadi. Bu juda ham zo'r. Siz nima deysiz mana shu ekranni qayilganligiga, nima deysiz mana shu ekranni qayilganligiga? Ekran qayilganlik bilinmasagan ishlatayotganda bormi? Xuddi shunaqa S23 Ultra da ishlatayotganingizda ekran ozgina qayilgan. Hozir videosini ham maxsus chiqarib beramiz. Ekran juda ham ozgina qayilgan, lekin bu ishlatish jarayonida sizga xalaqit qilmaydi. Va hozir men sizlarga bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Bu Samsung eksklyuzivi S Pen. Bu juda ham mukammallashgan ushbu S23 seriyasidan. Buni bilasizlar, ko'pchilik dizaynerlar foydalansa bo'ladi va maxsus o'zini qanaqadir bir truklari bor ekan, rasmga olish yoki masofadan rasmga olish. Buni ham batafsil tushuntirib beramiz. Konfiguratsiyani oson qilib tushuntirib o'tib ketaman. Ushbu S23 Ultra'dagi chip eng kuchli chip, ya'ni Samsung uchun maxsus ishlab chiqarilgan Snapdragon 8 Gen 2. Shaxsan men o'zim Galaxy S10 Plus telefonini ishlatganman va unda juda ham ko'plab muammolarni ko'rganman. Masalan, men o'zim unda kontent olardim va telefon juda ham qizardi. Bu narsa sizga juda ham xalaqit qiladi. Unda hattoki qo'lingizni kuydiradigan darajada qizib ketardi. Biz 4K larda video olardik, to'g'ri u yaxshi video olardi, lekin juda ham tez qizib ketardi. Ushbu muammo S23 pokoleniyasida tuzatilgan. Unga maxsus sovutgichni o'rnatgan. U har qanaqa holatda ham qotmaydi hamda qizib ketmaydi. Agar ko'rgan bo'lsanglar, biz taqdimotli videosini kanalimizda qoldirganmiz. Agar ko'rmagan bo'lsanglar, hozir o'tib ko'rishingiz mumkin. Kanalimizda
ko'rsatilgan taqdimotda biz ko'proq naytografiyaga e'tibor qaratganmiz. Ya'ni Samsung o'zi taqdimotida kechqurun syomka qilish yoki oyi suratga olish, yaqinlashtirishi juda ham ko'p e'tibor berdi. Endi kamera qismiga o'tamiz. Hop, kameralarga o'tadigan bo'lsak, frontal kamera 12 megapiksel, oldindagi birinchi kamera 12 megapiksel hamda ushbu kameramiz 200 megapiksel va ushbu telefoto kameramiz 10 megapiksel va ushbu telefoto kameramiz ham 10 megapiksel. Bu 5-inchisi hech qanaqa kamera emas, bu maxsus sensorlar. Xabaringiz bor, ushbu telefonga 8 ga 30 fps modi qo'shilgan edi. Biz buni sinab ko'rdik. Telefonni qo'limizga olishimiz bilan iPhone bilan tekshirib ko'rdik, lekin men shu narsani ayta olamanki, iPhone'dagi 4K bilan ushbu 8K kamerani umuman farqi yo'q. Buni faqat marketing desak bo'ladi. Endi 200 megapiksel kameraga o'tadigan bo'lsak, 200 megapiksellik kamera ertalab yaxshi yorug'likda zo'r suratga ola oladi. Ya'ni rasmlarni yaqinlashtirib bemalol ko'rsangiz bo'ladi, lekin qorong'ulikda uncha zo'r suratga ola olmaydi. Qorong'ulikda maxsus chiroqlar kerak bo'ladi. Lekin 200 megapiksel juda ham zo'r degani emas. iPhone'dagi hamda hozir Samsung'dagi rasm hosiliga ko'rsamiz, orasida juda ham qisqa tafovut bo'ladi. Samsung telefoni rasmga olayotganda ko'proq jozibadorroq qilib olib beradi, ya'ni rangdagi rang qo'shib, sochni qilib olib beradi. iPhone telefonlari bo'ladigan bo'lsa, rangi xuddi shunday ko'rsatib beradi. Zo'r. S Pen bu eksklyuziv zo'r narsa. Endi maxsus stabilizator rejimlariga o'tadigan bo'lsak, Samsung ikkita yangi stabilizator rejimi qo'shilganini ma'lum qilgandi. Biz buni sinab ko'rdik videolarda. Stabilizator rejimlari yaxshi ishlayapti. Bu narsa iPhone'da ham bor. O'tgan yilgi taqdimotda qo'shilgandi bu narsa iPhone 14 dan. Hop, endi buni ichida yana qo'shimcha alohida stabilizator rejimi bor ekan. Uni yoqqanimizda surat yanada yaqinlashadi. Ya'ni har qanaqa holatda olayotgan bo'lsangiz, yana 1x ga yaqinlashadi. Sababi siz o'zi qimillatganingiz telefonni suratni u o'zi kesib tashlaydi avtomatik. U ham yaxshi ishlayapti. Faqatgina kechqurun olganingizda unga maxsus chiroqlar kerak bo'ladi. Telefonni zoomiga keladigan bo'lsak, telefon suratni 100x gacha yaqinlashtira oladi. Bu qaysidir holatlarda kerak, qaysidir holatlarda kerak emas bo'lgan narsa hisoblanadi. Samsung telefonlarida avvaldan bor bo'lgan Pro Video rejimiga o'tadigan bo'lsak, Samsung telefonlarida bilasizlar, S pokoleniyalarining hammasida Pro Video bor. Ya'ni ISOlarni o'zi sozlasa bo'ladi, yorug'likni o'zi sozlasa bo'ladi. Xuddi professional kameraga o'xshab ushbu telefonni Pro Videoda oladigan bo'lsanglar, sizlarga maxsus yoritgichlar kerak bo'ladi. O'shanda ushbu telefonda sifatli kontent ishlasanglar bo'ladi. Xabaringiz bor, taqdimotda ikkita kino taqdim etilgan va uni hammasi S23 Ultra telefonlarda suratga olingan. Kinolar rostdan ham sifatli va yaxshi chiqqan. Kinolarda bularga maxsus obyektivlar o'rnatilgan hamda maxsus stabilizatsiya bo'lish uchun stabilizatorlarga o'rnatilgan va videoning ustida sifatli montaj ishlari bo'lib o'tgan. Bilasizlar, Samsung oyni, yulduzlarni, osmonni suratga olishni juda ham keng targ'ib qiladi va bunga Hyperlapse funksiyasi qo'shilgan. U osmonni suratga olasiz, ya'ni ma'lum muddat qo'yib qo'yasiz. Biz yarim soat qo'yib qo'ydik, tomga chiqib, yarim soat ichida osmonni harakatlanganini suratga oladi. Biz yarim soat suratga olib 2:40 minut chiqdi. Hozir buni sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Tasvir uncha zo'r emas, sababi ushbu narsani super qilib chiqarish uchun bu telefon masalan bugun soat kechqurungi 8 dan ertalabgacha 5 gacha turish kerak, qorong'i chiqib ketmaguncha. O'shanda juda ham chiroyli holat keladi. Lekin buni asl ma'nosiga keladigan bo'lsa, Hyperlapse telefon bitta joyda qotib turibdi. Yulduzda bo'lsa aylanayotgan, ya'ni yer aylanayotganda suratga olgan, sifatli surat bo'lgan. Hozir men sizlarga ushbu telefon kechqurun suratga olgan suratlarni hamda iPhone 14 Pro suratga olgan suratlarni taqdim etaman. Uni sifatiga o'zingizlar alohida kommentariyada baho berasizlar. Lekin content maker sifatida bitta narsani tan olish mumkin. Samsung telefonlari rasmlarni juda ham sifatli ishlab bera oladi. Videolarni emas, videolarni iPhone telefonlari juda ham sifatli ishlab beradi. Ya'ni ikkala brend telefonlarning ham maxsus ustun tomonlari mavjud.
Bilasizlar, Samsung telefonlarining oldingi avlodlarida ham, Apple telefonlarining oldingi avlodlarida ham HDR tizimlari bor edi. Endi ushbu telefonga super HDR tizimi o'rnatildi. Bu juda ham zo'r, lekin men sizlarga bitta maslahatim, agar sizlarda katta kompyuter bo'lmasa va professional montaj qilish uchun programmalar bo'lmasa, super HDR da olishni tavsiya qilmayman. Sababi super HDR uchun alohida montaj qilish kerak bo'ladi va uning o'ziga yarasha ishlari bor. Lekin super HDR da videoga olishlari yaxshi. Kamerada bor qolgan barcha funksiyalar eski avlodlarda ham bor hamda ushbu telefonning asosiy kamerasidagi o'zgarishlar shu 200 megapiksel, 50 megapiksel yaxshi ishlayapti, 4K formatlar bor, 8K formatlarga qo'shilmayman va zoom ga ham qo'shila olmayman. Endi S Pen ga o'tadigan bo'lsak, S Pen dan foydalanayotganingizda aynan shunaqa ovoz chiqadi. Bu juda ham ajoyib. Men S21 ishlatib ko'rganida S Penni bunaqa ovoz yo'q edi. Hozir qo'shib juda ham zo'r ish qilishibdi. Hamda S Penni ustunliklarini tushuntirib beradigan bo'lsam, jamoaviy suratga tushayotganingizda qalamchani o'zingizlarning oldingizga olib olasizlar, telefonni oldi kamerasidan foydalanasiz yoki orqa kamerasidan foydalanib, S Penni o'zi mana bu joyda bosadigan joyi bor. Mana bosadigan bo'lsanglar, kamera yoniq holatda suratga ola oladi. Hamda ushbu qalamcha S Pen dizaynerlar uchun kerakli narsa. PicsArt ilovalarida yoki professional ilovalarda ishlaydigan bo'lsangiz telefonda rasmlarni bo'yashingiz mumkin. Elektron qo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Aynan shu narsa orqali endi qo'lingiz bilan qo'ysangiz kattalashib ketadi va noaniqlik bo'ladi. S Pen yaxshi narsa, bu menga yoqadi S Pen. Endi ushbu telefonlarning narxlariga keladigan bo'lsak, S23 $799, S23 Plus $999, S23 Ultra bo'ladigan bo'lsa $1199. O'zingizlar bilasizlar, O'zbekistonga kirib kelishi bilan bu narxlar yanada qimmatlashadi. Agar sizlar haqiqiy Samsung fanati bo'lsanglar hamda ushbu telefonni xarid qilmoqchi bo'lsanglar, Fursat Elektronikasga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Ular sizlarga oyma-oy bo'lib to'lashga halol narsa savdoga qilib berishadi. Nomerlarni pastda qoldirib ketamiz. Bilasizlar, Samsung brendining telefonlarining batareykasi uzoqroq muddatga yetadi iPhone ga qaraganda. Ya'ni ushbu S23 telefonimizning batareykasining hajmi 5000 mAh. Bu degani 1,5 kun bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni siz odatiy ishlatsangiz xuddi shunaqa ketadi. Agar siz YouTube ga video qo'yib yoki qanaqadir content makerlik qiladigan bo'lsangiz, bu o'z-o'zidan vaqt qisqaradi degani. iPhone 14 Pro ishlatgan foydalanuvchilar buni juda ham yaxshi bilishadi. iPhone 14 Pro dan reski 13 ga yoki 12 ga tushadigan bo'lsangiz, iPhone 14 Pro da 120 Hz bo'lgani uchun qanaqadir qotib ishlayotganga o'xshaydi. Samsung S23 Ultra da ham 120 Hz va juda ham plavni ishlaydi, ko'rishingiz mumkin. Endi men sizlarning fikrlarini bilmoqchiman. Sizlarga qaysi device ko'proq yoqadi? iPhone 14 Pro yoki S23 Ultra? Fikrlarni albatta izohda qoldiringlar. Sizda savol paydo bo'lishi mumkin. Ushbu 5-kamera nima uchun ishlaydi? Aslida bu hech qanaqa kamera emas, bu sensorlar. Ya'ni xabaringlar bor, telefonlarda, har bitta zamonaviy flagman telefonlarda lidar funksiyalari bor. Lidar funksiyalari orqali telefoningizdan, ya'ni aynan ushbu nurdan sensor yorug'lik tarqatadi va unga qaytib kelgan narsani yig'ib oladi. Ya'ni 360 gradusli 3D narsa yasaladi va men hozir videoni qo'yib o'tib ketaman. Ko'rishingiz mumkin, aynan shunaqa narsalarni ushbu sensorlar hal qilib beradi. Boshida aytib o'tganimdek, men sizlarga S23 Ultrani eng kerakli parametrlarini aytib berdim. Ushbu telefon haqiqatan ham yaxshi chiqqan, Samsungchilar uchun juda ham zo'r telefon. Men ularga buni xarid qilishligini tavsiya qilaman va agar xarid qilishmoqchi bo'lsa, Fursat Elektronik ularga bemalol yordam bera oladi. Xolasa naqd pulga, xolasa nasiya savdoga. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kommentariy qoldirish esingizdan chiqmasin. Hammangizga kattakon rahmat.